Barselona klubi Florentino Perezga urush e'lon qildi. Videoni oxirigacha ko'ring va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Unda biz boshladik. Gap shundaki, Real Madrid prezidenti Florentino Perez Barselonaga nisbatan Negreira ishi bo'yicha kavlashtirishlar olib bordi va Barselonani jazolashini talab qilishyapti. Lekin Barselona klubi ham o'zini himoya qilishda har qachongidan yaxshi pozitsiyada turibdi. Chunki ikkita sudda Barselona Negreira ishi bo'yicha butkul aybsizligi aniqlangan va 3-sudda ham Barselona ko'p ehtimol aybsizligi aniqlanadi va Barselonani hech qanaqasiga sudyalarga pul bergani bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Sababi Barselona hammasini hujjatlar asosida amalga oshirishgan. Shuning uchun hech qanaqasiga Barselona o'zini klubini xafa qildirib qo'ymoqchi emas. Florentino Perezga esa endi Barselonada Camp Nou'da juda ham katta bosimlar uyushtiriladi. El Clasico'larda hattoki Laporte ham Florentino Perez bilan aloqalarini butkul uzdi va Superliga loyihasidan chiqib ketgani aytilyapti.